Sashi. Aktyor chiqmaydi. Bizlardan chiqmaydi. Bugun biz Moskvadagi barberlar o'rtacha qancha oylik topishlarini bilamiz. Hozir topganamiz eski barberlardan biri, masalan 10 yildan beri barbershopda ishlaydi. Sashi. Aktyor chiqmaydi. Bizlardan chiqmaydi. Sashi, eski 10 yildan beri ishlaysan, ha? Agar masalan Moskvada ishlab yurgan sartaroshlarga nima maslahat beradi? Salonlarda odamimiz 500-600 bo'lgan shunaqa ekonom salonlarda ishlagan yaxshimi? Chista o'zing fikringda yoki bo'lmasa anaqa qimmatroq barbershoplarda ishlagan yaxshimi? Agar opti uncha bo'lmasa, ekonomdan boshlasa yaxshi. Agar opti bo'lsa, Opti bo'lmasa ham, opti bo'lmasa agar ekonomdan boshlab razvatsiya qilsa bo'ladi. Agar opti master bo'lsa, topgan dolboy biron nima barbershopga kirsa bo'ladi. Variant. Atak shu. agar masalan barbershopda o'rtacha yangi master bo'lsa, qancha oylik topsa bo'ladi? O'rtacha hisoblagan, masalan Moskvada borda dollar qiziqadigan sartaroshlar barbershop bo'ladi. Agar barbershopga mayli даже более средний desak ham, o'rtacha bo'lsa где-то bir 100 ming oylik olishi mumkin. bir oyga ham bu. Bir oyda boshlanish 100 ming mayli. Yo'q, endi o'ziga bu. Bu более средний barbershopda. Agar sal klientskiy bazasi ko'p barbershop bo'lsa, sal ko'proq ham olishi mumkin. 150 minggacha ham olishi mumkin bir oyga. 120 deylik, 130. Shu yo'g'i o'zini klientskiy bazasiga qarab, asosda ustigalarga qarab ketaveradi. O'ziga bo'ladi. Ekonomlardan ham hozir lekin odamlar ishlayapti. 100 ming ham, 100 ming ham to'ladi. Ekonom endi odam ko'p bo'lishi kerak. Barbershopda kuniga bir 10 ta odam bo'lsa ham, barbershopda masalan ko'p, normal. Ekonom klasada kamida bir 15 ta 20 ta bo'lishi kerak. Rahmat.